Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda 4G simsiz internetimizni qanday qilib qo'yilishi haqida bo'ladi. Bu juda ham oson. Sizning qo'lingizga to'liq komplekt yetib boradi. Siz tomondan kerakli narsalar oddiy sim karta, o'sha qaysi sim karta qo'yishni istaysiz routerning ichiga. O'shanaqa bitta sim karta megabayt olib tayyorlab qo'yasiz. Oddiy bitta smartfon. Buni ustanovka qilish. Tomda antenna ustanovka qilib, routerni ishlatish uchun bitta udlintil olib chiqasiz. Yoki bitta oddiy power bank, telefonlarni zaryad beruvchi oddiy power bank bilan Samsung zaryadchik bo'lsa ham bo'laveradi. Bu routerimiz 5 volt bilan ham ishlaydi, 12 volt bilan ham. Yoki agar 12 voltlik akkumulyatoringiz bo'lsa ham, buni qo'shib ham ishlatish mumkin. Yoki router qo'yadigan xonangizdan tomni tepasiga Wi-Fi signali chiqsa, bemalol buni xonaning ichiga tokka qo'yib, tomdan Wi-Fi orqali bemalol antenna ustanovka qilsangiz ham bo'ladi. Komplektimizda hamma narsa tayyor bo'ladi, faqat ustanovka qilasiz, bo'ldi. Komplektimizda ikkita 12 metrdan kabel bo'ladi. Tayyorlangan. Bu tomoni F, routerning orqasiga. Bu tomoni N razyon. Antennaning orqasiga. Bu bunga buriladi. Ana endi tomga chiqib, ustanovka jarayonini boshlaymiz. O'zimning antennam bunga ham bir 3 yil bo'lib qoldi. Sarg'ayib ketgan bechora. O'z vazifasini 100% bajarib beryapti. Qo'yish narsalarni olib chiqdim. Birinchi navbatda antenna qo'yish uchun yaxshi joy tanlaysiz. Yaxshi joy deganda nima tushunamiz? Masalan, men turgan joy mana 4 tomonim, hamma tomonim ham ochiq mana. Hamma yoq ochiq. Masalan, oldingizda bironta katta daraxt yoki qo'shnini tomi bo'lmasligi kerak-da. Mana bunaqa joyga ustanovka qilib bo'lmaydi mana. Masalan, mana qo'shnining tomi siz antennani mana bu yerga qo'ya olmaysiz, chunki u tom mishay qiladi. Ochiq joy bo'lishi kerak. Balandlik ahamiyatga ega emas. Qayerga ustanovka qilasiz, qancha baland, u ahamiyatga ega emas. Faqat oldi antennani qo'yadigan oldi ochiq bo'lishi kerak. Xo'sh, antennani olaylik. Antenna ochiq bo'lishi kerak mana. Ana shu. Joy tanlab bo'lganingizdan keyin bitta chiroyli qilib mashta quring. Turba bilan bo'lsa juda ham zo'r. Mashta qo'yilishi eng sodda va oson yo'li mana shu mana. O'zim qo'yganman. Tepada televizor antennasi turibdi. Mana tomni teshish shart emas. Mana bunaqa o'zini mixiga sal buni chiqarasiz. Turbani shunga shunday qo'ysangiz, o'sha pastda qimirlamaydi, hech qayerga ketmaydi pastda. U yog'ini uchta tomonga Mercedes qilib, uchta tomonga rovna qilib taqsimlaysiz. Shunday qilib mahkamlab. Shu tomdagi mixga yoki boltlik bo'lsa agar, o'sha boltga qo'yasiz mana uchta tomonga. Mana shu. Mashta qurganingizdan keyin endi antennani ustanovka qilamiz. Antennaning krepleniyalari mana shunaqa holatda bo'lishi kerak mana. Bu birinchi razyon, ikkinchi razyon mana. Ko'rdingizmi? Xuddi ana shunaqa holatda. Gaykalari hammasi mana. Buni ichida turba turadi. Buni ichida turba turadi. Xo'sh. Mana bunga ahamiyat qarating. Bunga 8 kalit kerak, 8lik. Buni mahkamlamang, qattiq mahkamlamang. Chunki buni qattiq mahkamlasangiz, bolti antenna korpusidan uzilishi mumkin. Bu svarkada turibdi. Buni ichida kirmagan bu. Bu svarkada turibdi. Ana shu bu uzilmasligi kerak-da. Ozginagina nomgagina mahkamlang bo'ldi. Ja qattiq qilib o'rmang, shart emas. Xo'sh. Ana endi antennani turbaga qo'yamiz. Xo'sh, mana turbaga mahkamlab oldik. Bunga 10 kalitcha kerak. Mana endi mana xuddi shunaqa holatda mana. Bu yog'i ham
Mana endi kabelimizni ulaymiz. Komplektda ikkita 12 metrdan kabel bo'ladi. Ikkita 12 metrdan kabel. Men hozir buni ulab o'tirmayman. O'zim ishlatadigan rabochi bor. O'shani ulab, u yog'ini yana davom ettiramiz. Razyomlarni oxirigacha mahkamlab olamiz. Baquvvat mahkamlaymiz buni. Mana shunday. Endi routerga ulaymiz. Bu tomonini. Buni ham oxirigacha mahkamlaymiz. Baquvvat qilib. Endi sim kartamizni qo'yamiz. Kesilgan tomoni tepada bo'ladi. Tirnoq bilan asta nima qilsak, o'zi kirib joyida turadi. Qulay bo'lishi uchun power bankdan foydalanaman. Oddiy power bank. Bu router oddiy power bank bilan ham ishlayveradi. Svet o'chsa agar, mana shunday qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Endi ekrani ko'rinyapti degan umiddaman. Quyoshda qorong'iroq qilay ekran ko'rishi uchun. Xo'sh, tepada mana 4G ni status ko'rsatadi. Bu mana 0 turibdi. Bu Wi-Fi orqali nechta odam ulansa, o'shalarning sonini ko'rsatadi. Bu SMS kelsa sim kartaga ko'rsatadi. Bu sim kartaning nomi mana vaqt ketyapti, mana 34-35 sekund. Bu yoqda megabayt ko'rsatadi. Qancha megabayt rasxod bo'lgan o'shani. Prinsipi bo'ldi. Уже ishlashni boshladi. Endi eng qiyin tomoni, qiyin emas, eng важный tomoni antennani установка qilamiz endi. Xo'sh. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni albatta unutmaymiz. Biz esa davom ettiramiz. Routerni yoqdik, uladik. Ana endi telefonimizni routerga ulab olamiz Wi-Fi orqali. Ekran ko'rinyapti degan umiddaman. Xo'sh. 4GKP mana bu mana. Mana buni bitta narsa mana. Ya'ni bitta knopkasini bossa, bu yerda ekranni ko'rsatadi, nomi va parolini ko'rsatadi mana bu yerda. Menimcha juda ham quyoshda ko'rinmayapti menimcha. Telefonda endi ko'z bilan ko'ryapman. Parol bilan xullas kalom mana knopkasini bosilsa, ekranda nomi bilan parolini ko'rsatadi. Xo'sh. Endi 4GKP VDD parol. KP'larning paroli standart bo'ladi. 1 dan 9 gacha 0 bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Videoda ko'rinyapti degan umiddaman. Xo'sh, 0 подключиться. Ulandi, mana уже internet ham ishladi. Xo'sh, telefonni routerni Wi-Fi ga ulab oldik. Endi tekshiramiz. Уже internet ishlashni boshlayapti. Gigahertzlik bo'lsa agar mayli. Bir oyga masalan 100 mingmi 200 bo'ldi, уже ishlayapti. Endi antennamizni maksimal darajada bazoviy stansiyaga yo'naltiramiz, sozlaymiz. Buning uchun Wi-Fi ga ulagandan keyin telefonni brauzeriga kiramiz. Yo o'zini brauzeri yo Chrome farqi yo'q. Bungami, bunisigami farqi yo'q. Xohlagan bitta brauzer skachat qilib ishlatishingiz mumkin. Xo'sh. Ana endi boshidan tak. Bularni zakrit qilaylik. Mana.
brauzerga kiramiz. Bu yerga 192.168.199.1 bo'ladi. Bu ma'lumotlar routerning orqasida ham yozilgan. Bosamiz. Mana. Kattalashtiramiz ikkita barmoq bilan. Parol degan joyiga yana admin deb yozamiz. Kiradi mana. Tak, meniki o'zi kirib ketdi, chunki oldindan men o'zi bu telefon kirgan. Shuning uchun siz admin deb yozib, vxod tugmasini bossangiz, keyin kiradi. Mana shu juda ham oson, bu qiyin narsa emas. Xo'sh, mana endi mana. Xo'sh, Uzmobile antena, internet ishlayapti. Bu SMS kelgan. Bu bo'lsa Wi-Fi orqali bitta odam ulangan deyapti. Bu yerda ham mana ko'rsatadi. Wi-Fi orqali bitta telefon ulangan. Ana endi bizga kerakli joyi bu internetni o'chirib yoqadi. Отключение, включение. Statusga kiramiz. Signalni ko'rish uchun. Xo'sh, bu yerda nimalar bor? Routerning imeykasini almashtirish mumkin, protsessori, загрузкасы, routerning harorati. Bular keraksiz narsa, unga ahamiyat qilmang. Sizga kerakli joyi signal seti mana. Signal seti. Mana eng kerakli показаниялар RSRP 91 desibel, RSCNR mana 3. Harakat qilamiz. RSRP qancha kam bo'lsa, minusga ketsa, 90, 85, 70 qancha kam bo'lsa shuncha zo'r. Bu CNR bo'lsa qancha ko'p bo'lsa shuncha zo'r. Hozir 3 ku. 4, 5, 6, 20, 25 qancha ziyod bo'lsa shuncha zo'r. Ana shunga mahkamlaymiz. Qancha signal kuchi nima qilib antennani shu holatda mahkamlaymiz. Endi mana bu yerda mana bunisi 600 mana. SI 266 18 655. Bu bazaviy stansiyaning nomi. Bu ham bizga juda ham kerakli narsa. Har xil bazaviy stansiyalarga sozlash uchun mana shu raqamga e'tibor berish kerak. Mana buni ko'ramiz. Hozir 655-bazaviy stansiyadan signal qabul qilyapti. Ana endi buni qaraymiz. RSRP 91. Endi antennani asosda aylantiramiz. Boyagi показаниyaga qarab, bir qo'lingizda telefoningizni olib, bunga qarab aylantiraverasiz mana. Oz-ozdan aylantirasiz. Buni ko'rib, mana o'zi mana RSRP 73 desibel, CNR 18 bo'ldi. Bazaviy stansiya mana shu 655. Mana o'zi zo'r holatga o'zgardi. Demak, bazaviy stansiyamiz shu tomondan. Ozgina aylantiramiz, ko'ramiz natijani. Mana shunday qilay, qulay bo'lishi uchun. Xo'sh, RSRP 73 desibel. Yana ozgina 73. 77 sinir ham tushib ketdi. Demak, bazaviy stansiyamiz bu tomonda mana. Ozgina yana chap tomonga aylantiramiz antennamizni. Maksimum signalga sozlash kerak. Xo'sh, 73 ga 16. Hmm, 73 ga 17, 16 sinir bo'lyapti. O'zi bu maksimum sozlangan. Harakat qilasiz. Ana shu qancha kam bo'lishi kerak. Bu esa shuncha ko'p bo'lsa, internetingiz yaxshi ishlaydi. Ana endi qarang, birinchi bosqich tugadi. Ana endi siz bazaviy stansiyaga
maksimalni sozlaganingizdan keyin 655 stansiya. Siz birinchi navbatda hada antennani qotirmang. Avval ko'rish kerak, boshqa bazoviy stansiya atrofda bo'lsa tezligini yaxshisiga ustanovka qilish kerakda. Endi tezligini ko'ramiz. Internet tezligi 30 megabit sekundiga, ping 25. Endi обратный kanal. Bazoviy stansiya juda ham zo'r ishlayapti. Hech qanday перегружен emas. Ana endi agar sizning holatingizda ustanovka qilganingizdan keyin internet 29 emas 1-2 megabit ko'rsatsa, albatta aylantiring antennani. Bu короче eng tez bazoviy stansiyaga ustanovka qilingda. U yog'i o'zingizga bog'liq. Qaysiga qo'ydirasiz, qaysiga ustanovka qilasiz antennani, u sizga bog'liq endi. Ana endi boshqa bazoviy stansiyani qidiramiz. Boyaga nimaga kiramiz endi? Mana bunga qo'yamiz. Endi yana antennani oz-ozdan aylantiramiz. Xo'sh, mana. Umuman bu tarafga aylantirdim mana. Endi ko'ramiz. Xo'sh, mana bazoviy stansiya o'zgardi. 704 boshqa bazoviy stansiyadan signal olishni boshladi. Endi показаниeni ko'ramiz. RSRP 78 ga sinir 5. Ana endi bu bazoviy stansiyaga sozlaymiz. Asosdan antennani aylantiramiz. Signal kuchayapti уже. 73 desibel. Yana ozgina 74 mana. Endi yana обратно aylantiramiz. Mana. Bu bazoviy stansiyaga ham maksimal darajada sozladik. 704-bazoviy stansiya. Xuddi shunday qilib polностью aylantirib, hamma yoqda aylantirib ko'rasiz. Может, siz tomonda bitta bazoviy stansiya bor, может 4 ta bor. U hamma yoqda har xil chiqadi. Men общий tushuntirib ketyapman. Sozlaganingizdan keyin boshqasiga yana nimani ko'rasiz? Internet tezligini. Bu bazoviy stansiya ham juda ham a'lo natijalarni ko'rsatyapti. O'zingizga yoqqan bazoviy stansiyaga qoldirasiz. Ana shu. Ustanovka mana shundan iborat. Bu juda ham oson. Ustanovka qilganingizdan keyin boltlarni yaxshilab qotirasiz. Ikkita o'ng kalit kerak bo'ladi bunga. Yana bu tomon qilib xohlaganingizga ustanovka qilishingiz mumkin. Ana shu. Endi yana nimani tushuntirish kerak? Tak. Antenna ustanovka qilib bo'ldik. Endi simlarini tushirasiz uyning ichiga. Routerga ulab bemalol ishlataverasiz. Endi u yog'ini men pastdan nima qilaman? Parol almashtirishi, ichida nastroykalari qanday nima qilinadi? Hammasini o'sha pastda ofisga kirib bu yog'ini o'rgataman, chunki tepada quyosh, ekran yaxshi ko'rinmaydi. Bu yog'i удобный bo'lish uchun o'sha ishimizni pastda davom ettiramiz. Самое главное antennani ustanovka qilib oldik. Pastga ham eson-omon tushib oldik. Endi shunchaki telefonni Wi-Fi ga ulab bemalol ishlatsa bo'ladi. Lekin biz sizlar bilan routerning ichki nastroykalarini oddiyda o'rganib olamiz. Bu kelajakda albatta asqotadi. APN yozishi, Wi-Fi parol almashtirishi, chastotalarni tanlashi
signal ko'rish yana bir bor inson bilim olishdan hech qachon to'xtamasligi kerak. Bularni bilib olsak, albatta o'zimizga koni foyda bu. Xo'sh, mana boya tomda ekranni yaxshi ko'rsata olmadim. Mana shunday. Boya tomda Uzmobile'da sim karta turgandi. Hozir Beeline qo'ydim. Bunga bunday qildim. Keyin aytib o'taman, tushuntiraman. Mana bu yerda qo'l bilan ko'rsatay. 4G SMS kelganini aytyapti. Yashil o'rtadagi Wi-Fi znaki bitta ulangan, bitta ulanganlar sonini ko'rsatyapti. Sim karta nomi, qancha vaqtdan beri router ishlayapti, qancha megabayt rasxod qilgan. Ana shular. Xo'sh, u yog'i endi buni oxirgacha mahkamlab olamiz. Oddiy 220 volt ulaganmiz u yog'iga. 12 volt qilib bu yoqqa kiradi. Ana shuni rozetkaga ulab olamiz. Ana endi men hozir nastroykalarni notebookda ko'rsatib o'taman, chunki sizlar ko'rishingizga qulay bo'lishi uchun. Hammasi bir xil. Notebookda ham, telefonda ham kirishi bir xil, umuman farq qilmaydi. Qulay bo'lishi uchun men nima qildim? Hozir mana Wi-Fi orqali yana bir bor ulashni ko'rsatib o'taman. Wi-Fi ga kiramiz. 4G KP 4970. Buni ham yana bir bor ko'rsataman. Tak, fokus bo'lgin. Xo'sh, tepadagi knopkani bitta bossak agar, mana sit nomi bilan parolni ko'rsatadi. 1 2 3 4 1 dan 9 gacha 0. Parol o'zgartirsangiz ham bu yerda o'zgaradi. U adashmaysiz. Parolni unutsangiz ham bundan ko'rib olsangiz bo'ladi. Ana shunday. Xo'sh, bo'lmasam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Подключиться. Bu bir marta o'zi tersangiz, o'zi telefonni xotirangizda saqlab qoladi. Umuman terish shart emas keyin. O'zi avtomatik ishlayveradi. Ulanadi. Mana. Xo'sh. Brauzer, xohlagan bitta brauzerga kirasiz. Yandex brauzer, Chrome, Use brauzer, Safari farqi yo'q. Brauzer bo'lsa bo'ldi. Bu yerda endi teramiz. 192. Mana, o'sha men terilgan oldindan o'sha tayyor. Sizdan xuddi shunaqa bo'ladi ikkinchi martasiga. Ana shu narsalarni terib bosasiz. Kiradi. Bu yerda o'sha admin deb yozasiz. Admin. Vxodni bossangiz kirib ketadi mana. Xuddi shu nastroykalar. Endi u yog'i notebookdan ko'rsataman. Xo'p, mana Wi-Fi ga ulanib oldik. 4GKP 4970. Ana endi brauzerga kiramiz. 192.168.199.1 kiramiz. Xo'sh, menda mana parolni boyagi parol deb yozmadi, chunki men o'zi ko'p marta kirganman. Sizda ham shunaqa bo'ladi. Birinchi martasiga parol so'rasa admin deb yozasiz. Ana shu. Xo'sh, endi routerning ichiga kirdik. Bu yerda sizlar bilan to'liq o'rganamiz. Xo'sh, mana bir boshdan birinchi starkasidan boshlaymiz. Количество пользователей bitta shu notebook ulangan Wi-Fi ga. Bu SMS, 5 ta SMS kelgan. Bu internetning holati yoqiq, mana strelka yashil bo'lgan. Antena, sim kartaning nomi, 4G qaysi setda turibdi. Xo'p, endi bu birinchi stranitsasi mana. Домашний stranitsa bu bir.
Bu bilan mana отключение bossak internet o'chadi. Internet o'chadi, mana o'chdi. Lekin Wi-Fi ga ulanadi baribir. Lekin internet ishlamaydi. Отключение yo'qamiz internetni. Bu ana shu narsa. Ana endi keyingi status. Bu yerda nimada routerni nimasini almashtirish mumkin. Imeykasini bu kerak emas. No endi bo'lib qo'ygan baribir yaxshi. Bu yerda загрузка prosessorning temperaturasi yozilgan. Bu yog'i pрошивка versiyasi, qolgani bizga kerak emas. Statistika trafika. Bu yerda mana tekushi состояние qancha megabayt sarf qilingan router yoqiq holatda shu oy. Bu yerda hozir internetni ishlatsangiz, o'zi ko'rsatadi. Hozir shu normal holatda 2 gigabit iste'mol qilyapti nima? Notebook. Bu yerda mana bunday qilib internetni o'lchasangiz, qani kiradimi yo'qmi? Mana kirdi. Skorost 19 megabit. Mana. Bu yerda o'zi mana ko'rsatyapti. Kirish tezligi 30 megabit. Hozir endi chiqish tezligini ko'rsatadi. Yigirma 28 ekan. Bu uchun obratga kanal bo'lsa agar keyin bu ko'rsatadi. Bu bizga kerak emas. Ana bu ham ketdi mana. 35-36 megabit bo'ldi. Ko'p speed test qilishni maslahat bermayman. Ko'p trafik ketib qoladi. Shuning uchun ограничение trafika. Bu shu oyda masalan qancha nima limit qo'ymoqchisiz? Shularni qo'ysa bo'ladi. Bu yerda mana kerakligi boyagi joy signal C bu bazaviy stansiya. CNR 15, RSRP 87 desibel. Xo'p, keyingisi bu driverlar, bu kerak emas. Ana endi SMSni udalit qilamiz. Routerni pamitini egallab yotadi bu. Xo'sh, kerak emas. Eng kerakligi настройка bizga. Ana endi настройки nabor kerak emas, funksiya TTL to'g'ri kerak emas, ping kerak emas, chistota seti. Eng kerakli joylarga keldik. Ana bu yerda diqqatimizni jamlaymiz. Hozir router avto rejimda turibdi. Bu qaysi signal kuchli kelsa, o'zi o'sha signalga o'tadi routerni. Bu bizga kerak emas. Shuning uchun VCLT chastotadan galochkani olamiz. Hammasidan yo'qoladi. Faqat 1800 ga qo'yamiz. Shaharga yaqin joylarda mana sizlarga yana bitta narsani aytib o'tay. Uzmobile'dan tashqari qolgan 3 ta kompaniyada Beeline, Mobiuz va Ucell da 2600 da ham 4G ishlaydi. Bu chastota faqat shahar joylarga bor. Tashqarilarga bo'lsa bor, lekin juda ham kam. Tekshirib ko'rishingizni maslahat qilaman. Masalan 2600 ga qo'yib per minut qilasiz. Meni holatimda 2600 bor. Mana yana statusga kirib signal seti mana ko'ramiz. Uje parametrlar o'zgardi. Yoki o'shami? Menimcha o'zgardi. 955. Bularda 4G ikkita chastotada keladi. 1800 va 2600 ga keladi. Chastota seti kiramiz. Agar sizda 2600 da bo'lmasa,
1800 ga qo'yasiz, tamom. Preminit. Shunday. Agar 2600 da bo'lsa, 2600 ga qo'yib, yana antennani настройка qilsangiz bo'ladi. Skorosti'ni albatta o'lchab-da. 2600 основной tez ishlaydi. Bo'lsa agar shunda ishlatsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa 1800 ga qo'yasiz 4G. Uzmobile'da yo'q, qidirib o'tirmang. Uzmobile'da 4G faqat 1800 da bor. Xo'sh, keyingisi. Buni qo'ydik, faqat 1800 ga preminitni bosdik. Endi yana kerakli joy. Viber seti. Bu avtoda turibdi, boya aytganimdek. Buni olib только 4G ga qo'yamiz. Uspешно. Bo'ldi mana. Endi router diapazonlar orasiga sakramaydi. Bir xil 1800 va 4G da turadi. Internet uzluksiz ishlashi uchun. Endi APN. Endi diqqatimizni jamlaymiz. APN da hozir mana siz sim karta qo'ysangiz, Uzmobile'dan tashqari, hozir Uzmobile ham yana sizga aytaman. Beeline, Mobius, Ucell'larda mana shunaqa WAP, Beeline uz, WAP, Mobius deb yozadi. Bu WAP APN agar shunda tursa, agar internet sekinroq ishlashi mumkin. Shuning uchun buni o'zgartiramiz. APN ni qayerdan olamiz desangiz, Telegramga kirib, Komiljon Texno deb yozsangiz, kanalim chiqadi. O'shaning ichidan qidirib topishingiz mumkin. Tekst formatda turibdi. O'sha yerdan topib, bu yerga o'zgartirishingiz mumkin. Hozir endi men o'zgartirib ko'rsataman. Xo'sh, APN ni o'zgartirish uchun, yaxshi ishlash uchun internet домашний stransiyaga kirib, buni o'chiramiz. Ana endi настройка APN mana. Faqat internetni o'chirgan holatda APN ni o'zgartirish mumkin. Mana o'chirdik, internet ishlamayapti. Настройка APN. Endi Telegramdan kirib buni skachat qilasizlar yoki brauzerdan ochishingiz ham mumkin. Xo'sh, mana bizning holatimizda hozir Beeline bo'lsa, Beeline'ni APN-sini yozish kerak. Qo'l bilan yozsangiz ham bo'ladi, copyright qilib olsangiz ham bo'ladi, buni farqi yo'q. Xo'sh, добавить imya profili. Biz hozir APN-ni copyright qilgan bo'lsak, APN-ni bu yerga qo'yamiz. Bunisiga Beeline'ni o'zini yozamiz. Tamom mana. Qaysi sim karta qo'ysangiz, o'shani APN-ni yozasiz. Beeline. Preminit. Siz agar Mobius qo'ysangiz, Mobiusni yozasiz mana bu ikkalasini. Ucell qo'ysangiz, Ucell'ni APN-ni yozasiz. Uzmobile qo'ysangiz, Uzmobile'ni APN-ni yozasiz. Yana bitta ma'lumot shu o'rinda, routerni shunday magazindan masalan sotib olsangiz, sizlar uchun life hack. Uzmobile'ga ishlamaydi. Nomini ko'rsatadi ekranda, Uzmobile'da ishlamaydi, chunki APN bo'lmaydi. Avtomatik Uzmobile APN bermaydi bu routerga. Shuning uchun ichiga kirib APN yozsangiz, keyin Uzmobile'da ishlaydi. Ana shu. Xo'p, X qilamiz. APN yozib bo'lganimizdan keyin по умолчанию tamom. Ana endi домашний stransiyaga kirib internetni yoqamiz. Mana bo'ldi. Основной ish tugadi. Ana endi sizlar bilan yana bitta bilishimiz kerak bo'lgan joyi Wi-Fi paroli almashtirish. Настройки Wi-Fi. Xo'p, bu yerda mana 4GKP 4970. Показать parolga bosasiz. Ana endi buni o'chiramiz. Xohlagan bir nom yozamiz, farqi yo'q.
bitta harf yozsangiz ham bo'ladi. Paroli 8 ta 1 qilaman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Qiyinroq parol qo'ying, chunki ko'plar buni buzib o'tishi mumkin. Bu oson parol. Mana endi o'zgartirdik. Priminit da. Telefonda ham xuddi shunaqa. Farq qilmaydi. Ana endi hozir Wi-Fi uziladi. Mana Wi-Fi uzildi. Yangi Wi-Fi chiqdi. Xo'p, mana parol o'zgardi. Bitta bosamiz. Mana Komiljon Texno 111. O'ldi. Endi qaytadan bu yerga Wi-Fi ga kirib bosamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Подключиться. Mana. Bo'ldi. Hamma ish tugadi. Endi bemalol Wi-Fi ga kirib ishlatsa bo'ladi. G komplektimizni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz va o'rnatib ham beramiz. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimdan kirib ko'rishingiz mumkin. Telegramda Komiljon Texno deb yozsangiz kanalim chiqadi. Narxlarni bemalol tanishsangiz bo'ladi. Buyurtma berish uchun Telegramdan yozasiz yoki telefon qilsangiz ham bo'ladi. Telefon ko'tarmasam Telegramga yozasiz azizlar. Do'stlar, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bizni Telegram kanalimizni topish uchun har bir videomiz ostiga opsiyadan mana silka bor. Telegram kanal deb yozib qo'yilgan. Shunday bossangiz agar Telegram kanalimizga kiradi. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yamiz albatta. Bu yerda APN, komplekt narxi, boshqasini hammasini ko'rish mumkin. Bizdagi chiqayotgan yangiliklardan birinchilar qatorida xabardor bo'lasiz. Yoki Telegramni o'zidan ham qidirishingiz mumkin. Ana Telegramga kirib Komiljon Texno deb yozsangiz, mana Komiljon deb yozsangiz o'zi chiqadi. Texno kirib obuna bo'lasiz.